Ichi original, tashqi replika bo'lgan adapterni ko'rganmisizlar? Akalar, ushbu adapterni IC mikrosxemalari, gnezdolari, ichidagi barcha ehtiyot qismlari original Apple Store bo'ladi. Bu adapterni korpus bilan mana shu mexanizmi replika bo'ladi, ya'ni original bilan birga bir nusxa bo'ladi. Bu adapterdan sotuvga 2 ta vilkaligini, 3 ta vilkaligini olib keldik. Ishlashi original Apple Store bo'ladi, hamma ehtiyot qismlari, tok o'tkazishlari Apple Store bo'ladi. Garantiyasi 1 yil beriladi. Buni narxi original Apple Storedan ancha arzonroq chiqqani uchun sotuvga olib keldik. Hamma detalni Apple Store qilib qo'ysa bo'lmaydimi degan savolga, akalar, hamma detali Apple Store bo'ladigan bo'lsa, narxi Apple Storedan ham qimmat bo'lib ketib qoladi. Lekin Apple Store bor, keyin Apple Storedan arzonroq, lekin Apple Store bilan bir xil ishlash uchun mana platalari, ehtiyot qismlari hammasi original Apple Store. Mana shu detali, korpusi, zaryadkaga ta'sir qilmaydigan detallari Xitoy birga bir replikasi bo'ladi. Bu videoni arzonroq, lekin original sifatdagi adapter qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.